qonim quyuq deb yuradigan insonlarimizda, qo'lim uyushyapti deb yuradigan insonlarimizga o'zimni tajribamdan o'tkazgan eng zo'r retseptlarimdan bittasini aytaman. Bu sizga albatta yordam qiladi. Buni qilib ko'rishingiz shart va zarur. Endi olamiz, qarang. Pustirnik guli bu arslon quyruq deyiladi. Bu topsa bo'la oladigan o'simlik hisoblanadi. Demak, bundan bir choy qoshiq. Demak, do'lana gulidan ham bir choy qoshiq olamiz. Uchinchisi esa limon o'ti. Uchalasini birlashtirib kompleks, demak, damlama tayyorladik. Bu sizdagi qon bosimini tushiradi, yurakka qonning yetib borishini yaxshilaydi va tromblarni eritishga yordam berar ekan. Buni mana hozir uchalasidan oldik va 200 grammdan ko'proq miqdorda ustiga solamiz. Biz normal holatda o'rtacha miqdorda oldik, lekin siz bunga 200 grammdan ko'proq 300 grammgacha suv solasizda bitta ichishda oz-ozdan ovqatdan ham yarim soat oldin, ham yarim soat keyin iste'mol qilasiz. Chunki qon bosimi chiqadigan, qoni quyuqlashadigan insonlarimiz albatta taomdan keyin qonim quyuqlashdi, o'sha taomdan keyingi vaqtlarda men bezovtalandim deydi. Shuning uchun albatta bu damlamamizni ham ovqatdan oldin, ham ovqatdan keyin iste'mol qiling. Bu sizga juda ham yaxshi yordam beradi, meni aytdingiz. Ushbu damlamani iste'mol qilib ko'rganingizdan keyin sizdagi qo'l uyushishlari hamda qon bosimining oshishi normal holatga keladi. Bu demak tajribadan o'tgan retsept hisoblanadi. Damlab ko'ring va ishonch hosil qiling.